Manga ko'pchilik yozadi-da, opa-singil bo'laylik, dugona bo'laylik deb yozadi. Ularga men har doim rad javobini beraman. Chunki ular bilan gaplashib ko'rgan bo'laman-da. Kelganchalik men ular bilan aloqani sekin uzib yuboraman. Nimaga? Men juda ham ko'pchilik qizlar bilan gaplashdim, bolalar bilan gaplashib ko'rdim. Ular ham singlim deydi. Bir xillari opajon mana bu ishni hal qilib bering deyishni boshlashadi. Boshida opa-uka bo'lasiz yoki opa-singil bo'lamiz, dugona bo'lamiz, ko'p qizlar bilan, bolalar bilan shunaqa bo'lganingizdan keyin ular boshlashadi. Bir hafta o'tadi yoki 2-3 kun yoki o'sha kunni o'zidan menga aytishni boshlaydi. Opajon, mana buni storyga qo'yib bering, reklama qilib bering. Opajon, menga poddeshka qilib bering, men buncha obunachi qo'shib berib turing, opajon deb yoki dugona bo'lsa dugonajon menga mana buni qilib bering, mana buni ko'tarib bering, aktivimni ko'taraylik deb o'zlarini manfaati uchun dugona bo'ladi-da men bilan. O'zini faqat foydasini o'ylaydi. Juda ham ko'p qizlar, bolalar ham ko'p menga yozganlarda ichida. Endi ularga yaxshi muomalada javob qaytarsangiz, darrov shunaqa o'zini manfaatini o'ylab, foydasini o'ylaydi-da. Endi biz ham bu darajaga chiqqancha osonlikcha bo'lmagan-ku. Shuning uchun ular ham o'zlari harakat qilsa, albatta shu natija mendan ham zo'r bo'lib ketishadi, lekin unaqa emas. Osonlikcha foydalanib olishni xohlashadi. Dugona bo'lding degani bu darrov o'zini foydasini o'rtaga qo'yib. O'shaning uchun men ularga kibrsan, sen menga yozmaysan deydi-da ko'pchilik. Men o'shanaqalarga javob qaytarib o'tirmayman, atvet qilmayman. Qizlarga ham dugona bo'laylik, opa-singil bo'laylik deganlarga javob qilib ham o'tirmayman. O'shanaqalar faqatgina o'zini foydasini o'ylashni boshlab, o'zini foydasi haqida gap yozishaveradi. Menda juda ham ko'pchilik o'zini foydasini o'ylab yozishgan. Shuning uchun men qolganlarga ham unaqa javob qaytarib o'tirmayman. Ba'zilar bor, menga yozadi. Ular bilan juda ham iliq opa-singil degan bo'lib ketdik. Aka-ukadek bo'lib ketdik, do'stdek bo'lib ketdik. Ular mendan hech narsa talab qilmaydi va hech narsani kutmaydi. Storyga masalan men o'zim qo'yib beraman postga, xohlasam videolarni joylab berishim mumkin, lekin men o'zim xohlab qilaman. Ular aytmaydi menga. O'zim shunchaki qo'yib beraman, ular esa rahmat deydi. Xullas, ular mendan har doim yaxshimisiz, tuzimisiz, bugun kayfiyatingiz qanday? Shunaqa gaplar, oddiy salomaliklar qilib turishadi. Ular meni haqiqiy dugona do'stlarim, opa-singillarim. Xullas, ularni men juda ham yaxshi ko'raman, chunki ular o'zlarini foydasini o'ylamaydi. Ular haqiqiy chin dugona. Faqat shunaqa insonlar bo'lsa, dugona bo'lardim.